Selam dostlar, ben Gamer Yarok. Dostlar, nihoyat Minecraft o'ynanglar, kommentlar endi yo'q. Minecraft'ning Java versiyasini Android'da o'ynaymiz. Android. Endi biz o'yin o'ynaymiz. Yaratamiz. Bunday qilsa bu kompyuterda o'ynaymiz. Bunaqasi yo'q bilik. Sakraydigan bu 3R. Wi-Fi. Java versiyasini o'ynash biroz tayyorroq bo'lsa kerak. Kirishini qaranglar, buncha sekin odamni yedi-ku. Voy, bu nima edi? Voy. Bu nima edi? Tushunmadim lekin. Voy. Nima bo'lyapti bu? Do'stlar, bu juda ko'p qismlardan iborat bo'ladi. Har bir videomiz 4 yoki 5 minutdan iborat bo'ladi. Zo'g'i bilan 4 minut. 2 minut o'tdi. Deyarli 2,5 minut bo'lyapti. What the fuck? Bu nima edi? Ko'rinmayapti. Shu yerga borish, ko'rinmayapti. Qanaqa boraman? Shaqacha kirib ketaman. Voy, buni kirishini qaranglar. Azob. Java haqiqiy azoblar hukmdori ekan. Albatta bunga qanday kirdiz deb o'ylasanglar, Mojo Launcher yordamida kirdim. Bilmaganlar YouTube'ga yozsa Mojo Launcherni Articraft'ga kirish deb yozsanglar, o'zi ko'p balay Mojo Launcherdan Minecraft kirish, keyin Articraft'ni bilganlar Articraft'ga kirish va buni qochishini. Java versiyasini o'ynash juda azobli. Bu qachon kiradi? Sen qo'rqmaysanmi? O'tiraversam she'rga? Ha. What the fuck, nana? Uy. Nima qilyapti? Uy. Java versiya dedim, bu Java emas. Uy. Sakrashni bo'lsa blokdan chiqmaykan. What the fuck, Java? Bu shunchalik kichkina. Uy, xuddi shuni. Sen necha kun yashab? Suvga kirdim, emasmi bu? Do'stlar. Uyga boribsanmi? Ha. Xuddi shuni. Minecraft'da yaqinda qo'shilgan
Gül. Borek. Da. Qani buni qanday sindirish kerak? Chiroyli ko'rinadi. Do'stlar, to'g'risini aytsam, bu Minecraft o'ynolmayman вообще. Вот shuni qaranglar. Do'stlar, videomizni shu o'rinda to'xtatamiz. Java versiya qanday kirishni o'rgataman keyingi videoda. Keyingi videoda Javaga qanday kirishni o'rgataman.